Madem tanıyıqanlar, inkasına yazıp bakma ismi zaten değil mi? Kim yağacılıklı söküp taşlap onlardan da kolunmasınız. Şu esra şirketi programı 17 yıl oldu deydi. 17 yılın içinde azıma halkımın ne vardı da? Madem doyun için ne vardı da? Ben 100 liranı görüşüp hazır şu enek bulmagan bazı meseleler çok enadım saklamaydı. Kanalınız yaşama. Yaxşı. Teşekkür. Bıçağı bilen kılıvaksız. Hava bıçağı oturayım. Teşekkür. Bana bir takmasla. Bana gep. Hoş. Müş esra degan biz marka anlayaptı hazır müstab. O 7 yil oldu bu. Şunaqa. Doyunun içinde bilen mezmunlar chiqyapsiz. Lekin men sizlarni shu tashviqotini qilyapman o. Lekin tashviqot jarayonida men markaning qanday marka ekanligini, biz yeyotgan tovuq qanday tovuq, andiki bu shirkatni men markani tushunmay turib, markani tushunmay turib, men mazobni tatmayman. Shu bu to'g'ri bir tushunmagan bo'lsa. Bo'ladi. Asra to'g'ri shirkati bo'lsa, birinchi daraja to'g'ri sotadi. Mana to'da asra to'g'ri ishni yapaqan to'rdaşlar olsa, so'z qoldirib beqinglar. Asra to'g'ri ishi jilmarlay turgan to'g'ri sotmaydi. Ovqat etgan to'g'ri sotmaydi. Yana to'g'rini suyib, birinchi darajadagi to'g'ri ishni asra shirkatiga ishlaydi. Har qanday cho'ng qushxonada bir kunda o'tir hisobda 100 mingdan 150 mingcha to'g'ri suydan qushxonada ikkinchi darajalik, uchinchi darajalik to'g'ri go'shtidan normal holatda 5-10 tonna chiqadi. Buni chulik qildi. Bu qanday mal degan chaqda shu qushxonga boqmichilik o'rinda yetgan akagan chaqda gaychal qafas solgan chaqda qon suni kitib qoladi yoki pochiq suni kitib qoladi. Shuning bilan gaylar ko'pirib qoladi, gaylar qizirib oladi. Uni qanday qiladi? Bozorlarda hech qanday bir yerda ko'pirib qolgan, qizirib qolgan to'g'ri go'shti yo'q. Buni oqatadi. Oqatqishni silish orqali, bayt tavli qilish orqali oqatib, yilmishiltib qilgandan keyin buning tan narxi shiddatlanib tushadi. Aslida birinchi darajaga to'g'ri go'sht 14 koy, ikkinchi darajadagi 11 koy, uchinchi darajadagi 8 koy. Ondan sonra 8 koylik narsaga ham qaytadan buni oqatsa, yilim ishlatsa, kraxmal ishlatsa, kilosi 6-7 koyga chiqib qoladi. Demek biz mush bozordagi yeyotgan to'g'ri go'shtlari, mush dapanji deymiz, yeyotimiz, lekin qaysidan tipdagi to'g'riligimizni bilmay yeyotimiz, nima? To'g'ri. Faqat tam bo'lsa bo'ldi. To'g'ri. Menda ham bir narsa borchi, men to'rdoshlar o'z javob berib baqsin. Siz mana shu aylam kavoblarni pachaq yegan chaqda insonda puroq chiqib qolgan ahvollar bormi? G'ay chaqda aylanma boshqa kavoblarda pachaqlarni yesa yug'rab qolgan ahvollar bormi? Bunda ahvollar hamiyat bor. Lekin asrada yo'q. Nima uchun? Chunki asra shirkati birinchi darajaga go'sht sotadi. Shunga go'sht pishqandan keyin kichiklaydi. Kraxmal pishqandan keyin yug'raydi. Bu hammalar bilgan bir haqiqat mi bu? Lekin iste'molchilarimiz bilmaydi. Shunga bizning iste'molchilarimiz sizga o'xshash men nimani maqtayapman? Men vaqo bo'lsammi, bilib maqtayman deydigan odamning qanchasi bor? Hech qancha yo'q. Faqat pulni bersa maqtaydi ahvol yuz beryapti. To'g'ri. Tushunmay turib qarg'ulachi maqtaydi. Lekin asra shirkati sizga bundan burun nurg'un qattiq telefon qilib, bizning milimiz o'xshamaydi dedik. O'xshamaydi. Har qanday bir to'g'richilar men sizlar mana o'tag'anda o'tirib so'zlashalayman. Bizning iste'molchilarimiz tehdidni aytgancha to'g'ri go'shtni tushunmaydi. Agar tushunganimizda cho'qim farq etalaydi. Masalan, bayatdan biz aytgandek puroq chiqadi ozroq. Pishqandan keyin yug'raydi. Rangi pek oqarib ketadi. Ondan asli 120 gramlik narsani bayatdan men degandek ta'minlantirib aytgandan keyin 170 gram atrofida ketadi. Cho'ng'iydi. Cho'ng'iydi. Lekin bu cho'ng'aygan holatda buning 120 gram go'sht, 50 gram kraxmal bo'lgandan keyin, go'sht kraxmalning ta'miga, go'shtning ta'mini berib qoladi. Undan keyin ko'pincha iste'molchilar to'g'ri go'shtni tushunmaganlikdan mashina o'xshash to'g'ri go'sht deb mundaq anglan iste'mol qiladi. Lekin bir qism savdogarlar buni biladi. Ammo qaysi azam bo'lsa shuni sotadi. Ben market mallar birine his kıldım değil mi? Nemişkası tilbu işlesiz en kıymetli markanı ışıltacağız. Kiyim keygende en mucize markanı ışıltacağız. Hatta ayak giyseniz ma tallap durup en kıymetli ışıltacağız. Ama meyen keygende nemişki tallamayısınız. İlk asrarına koşaydı.